Minecraft lekin men kreativdaman. Xo'sh, buni olamiz. Mana bu kerak bo'ladi. Bilaman, dohiyona g'oya. Lekin bir qoida bor. Men umuman inventarni ochib bu yerdan hech narsa olishim mumkin emas. Bo'ldi, unuting, hech narsa olish mumkin emas bu yerdan. Asosiy maqsadim esa ajdarxoni mag'lub etish. Kreativda Minecraftni yutish o'zi bu qanday xayolimga keldi. Hammaylar oxirgi marta mana bu inventarga qarab olamiz va uni unutamiz. Bugun usiz yutishimiz kerak. Xo'sh, birinchi navbatda oddiy Minecraftda odamlar nima qiladi? Daraxt chopadi. Biz ham chopib ko'ramiz. Qani, biz faqat sal chopmaymiz, shunchaki ko'chirib olamiz. Faqat bundan menga qanday foyda bor agar buni ishlata olmasam, inventarni ocha olmayman-ku. Xo'sh, bunchalik ham oson bo'ladiganga o'xshamaydi. Bizga verstak kerak bo'ladi. Verstak qayerda bo'ladi? Qishloqda. Demak, biz qishloq topishimiz kerak. O, buzilgan portal. Hozirroq boramiz. Hech bo'lmasa kerakli joylarni topish muammo bo'lmaydi. Hozirroq buzilgan portalga boramiz. O'zingda nimalarni berkityapsan? Buzilgan portal. Qani sandiqda oltin olma. Bugun menga juda ham masqotadi. Jonim ko'p ketadi-ku, to'g'rimi? Hammaylar hech bo'lmasa oltin qilishni olaman. Yana obsidian. O, mana bu menga yordam berishi mumkin edi. Nezerga bora olamiz. Faqat undan oldin verstak topaylik-da. Qishloq bormi qayerdadir o'zi? Kreativda qishloq topish muammo bo'lmasa kerak, to'g'rimi? Qayerdasan qishloq? Sen menga hozirroq keraksan va umid qilamanki, qishloqlarda o'zi verstak bo'ladi. Adashmayotgan bo'lsam bo'ladi. O, ana qishloq ham topildi. Aytgancha do'stlar, bu video esa sizlarga yoqyaptimi? Sababi men bu g'oyani qishloqiga berganimda u meni hazillashyapti deb o'ylab shunchaki uyga kirib ketdi. Menimcha esa bu juda ham qiziq g'oya. Qaranglar, bu yerda kompot to'yi bor ekan, bu yerda esa odatda qiziq narsalar bo'ladi. Voy, omadni qaranglar. Xo'sh, hech bo'lmasa bu qishloqda verstak bo'ladi. Qiziq, mana bu yerda verstak yo'q. Bu yerda hayotda bo'lmasa kerak, qayerda bo'lishi mumkin? Bu sandiqlarda menga foydali narsa chiqishi mumkinmi? Zumrad, ajoyib. Axir men qishloqlar bilan savdolashishim uchun tugmas kerak emas-ku, inventarni ochib shart emas. O, ajoyib. Bu zumradlarni endi shunchaki ko'paytiramiz, ajoyib. Endi o'zimga bemalol aslahalar olishim mumkin. Faqat ular menga nima kerak? Kreativda aslahani boshim ko'ramanmi? Xullas, menda bitta g'oya bor. Bu qishloqlar rostdan menga foyda olib kelishi mumkin. Masalan, mana bu temirchi. Kreativ rejimida bo'lganimga qaramay, qo'l baribir juda kam jon oladi. Shuning uchun bizga qurol asqotadi. Bilaman, sen yaxshiroqlarni sotishi mumkin. Nega birdaniga sota qolmaysan? Qandaydir kuchaytirishlar, yana nimadirlar qilish kerak. Qani bo'ldingmi? Qo'ng'iroq nima qilaman? Mayli, olamiz. Nega endi yo'q? Boymizku. Seni yaqin sharqdagi eng boy qishloqiga aylantiraman hali. Xo'sh, endi sotasanmi? Qani ko'raylikchi. Menimcha sotasan. Men hech bo'lmasa shunga umid qilyapman. Qani olmos bolta? Yo'q. Xo'sh, endi buni qanday kuchaytiray? Zumradga sotadigan narsasi qolmadi. Ko'mir sotaymi? Ko'mirni qayerdan ola olaman men axir? Yo, bu yaramasda sotadigan narsalar yangilanishini kutish kerak yoki yana nimadir o'ylab topish kerak. Ko'mir sotish mumkin, lekin qanday? Qayerdan ko'mir olaman? Albatta ko'ndanda. Xo'sh, qani ko'nga tushdik. Ajoyib, bu yerda ko'mir bor, lekin ko'mirdan tashqari bu yerda menga yana bittasi kerak. Creeper aylansa kerak edi. Xo'sh, ko'mirni ham olib olamiz. Shunaki agar men bu ko'mirga bossam, u blok sifatida olinadi. Qishloqqa esa bunaqasini sotib olmaydi. Shuning uchun ham menga creeper kerak. Faqat shoshmang. Yo'q, faqat bunaqa demang. Axir creeper portlamaydi-ku, bolanati. Men buni qanday portlatay? Umringda birinchi marta portlashi kerak bo'lganda portlamayapsan. Yaramas. Hayotimni shuncha raso qilgan deylar. Birinchi marta portlashinglardan foyda kerak bo'lganda esa yo'q, portlamaysizlar. O, bosslar qanday portlashga majbur qilish mumkin? O, yotoq ham olib olsak bo'ladi. Bu ham asqotishi mumkin, lekin hozircha nimaga bilmadim. La'nat, inventarni ochib yubordim. Yo'q, bunaqasi boshqa takrorlanishi mumkin emas. Hozirroq shuning uchun mana bunday qilib tashlayman. Endi hattoki qancha xohlasam ham inventar ochilmaydi. Tasodifan ochib yubormayman hech bo'lmasa. Aytgancha obsidianimiz o'yinda boshdan beri bor. Hozirroq portal qurishni vaqti deb hisoblayman. Mana tayyor portal, faqat shoshmang. Buni qanday yoqaman? To'xtanglar. Men hozirgina o'yladim yotoqni portlatsam agar portal yonishi mumkin deb, lekin ahmoq, oddiy olamda yotoq portlash uchun emas, yotish uchun-ku. Qaysi kalla bilan yotoqni portlashga umid qildim? O, buzilgan portal, balki o'sha yerda menga kerak biror nima bo'lar. Aytgancha boyagi portalda axir olovli shar bor edi-ku. Nega o'shani olib olmadim? Portalni yoqishga o'sha ham bo'laverardi-da. Ha, o'zbek ukamlar portal kerak bo'lgandan keyin ishlaydi. Mayli, hech bo'lmasa mana shu portalda ham bizga kerak narsa bo'lar. Masalan, yondirganlikka. Ho, bu yerda olovli shar bor. Bu safar aniq olib olamiz. Yaxshi, bular esa menga aniq asqotmaydi. Xo'sh, men shu yerdaman. Portal hozirroq yon. To'xtanglar. Bizda axir obsidian cheksiz-ku. Nega o'zi mana bu portalga kirmoqchiman? Bu bizda darajami? Yo'q. Biz gigant portal qurishimiz kerak. Kreativligimizdan foydalanish kerak-da maksimum. Men hozir shunday katta portal qurayki, hattoki fil ham sig'ib ketsin. Bo'ldi. Umid qilamanki, hech bo'lmasa bu ishlaydi. Axir ishlaydi-ku, to'g'rimi? 1 2 3 o, ishladi, ajoyib. Kepermaga ulkan portal. Xo'sh, temirchi, hammasini yangilashga ulgurdingmi? Ajoyib. Endi yana ko'p pala qo'ng'iroq sotib olishim mumkin, hattoki bolta ham. Xo'sh, temirchi, qani ko'raylikchi. Endi sen menga kerakli narsalarni sotasanmi
yo'qmi bolta? Unchalik ham emas, mayli olib qo'ysa bo'ladi. Aytgancha, endi menda olovli shar bor. Xuddi bu bilan Creeperni portlatsa bo'ladi. Agar buni sen ham hozir bilgan bo'lsang, hozirroq like bos. Like bos deb chalkashib ketdim. Men ko'mirni yoqyapman, menga ko'mirni yoqish kerakmi? Yo'q, menga mana bu Creeper yonish kerak. Qani portla, umid qilamanki ko'mir tushadi. O, tushdi. Hehe, sistemani buzdik. Faqat endi menga bir xil sandiqmi nimadir kerak, inventarimni ichida ko'ra olishim uchun. Xo'p, mana bu yerda sandiq bor edi, hozirroq kirib. O, mana ko'mir mana shu yerda. Endi buni olamiz va buni bemalol endi sotishimiz mumkin. Boltalarni qaranglar ko'pligini. Menimcha ko'mir sotishga ozgina kecha qoldim. Bundan arzirli foyda bo'lmayapti. Hammayli olmos sotsak bo'larkan, olmos buni ham hal qilish mumkin hozirroq konga. Bundan oldin mening serverim Articraft haqida ozgina eshiting. Server yanada yaxshilashdi. Endi unda Battle Royale, anarxiyadan tashqari Box PvP rejimi ham bor. Reklamani ko'p sezishni xohlamayman, shuning uchun gaplarimga ishoning. Server albatta kirib ko'rishingizga arziydi. IP ekraninglarda va videosida bo'ladi. Articraft eng yaxshi server bo'lmoqchi. Qiziq, kreativda olmos topish qanchalik qiyin bo'lar ekan? Hozir tekshirib ko'ramiz. O, kon mana shu yerda olmos bormi? Bunchalik balandlikda olmos chiqmasa kerak, lekin shunday katta konlarda ham yo'q. Qanday shunday zo'r joylar bor, mana shu yerda paydo bo'lmaysan. Olmoslarga ham hayron qolaman-da. Stop, nega 2 blokdan kamlayapman? Lavaga tushishdan qo'rqamanmi nima? Lava chiqish ehtimoli shusiz ham juda kam bo'lsa, agar kreativda bo'lmasam, menimcha tamom edim. Shuning uchun ham Minecraftda hech qachon to'g'ri tagingizga kovlamang nima. Men endi kreativda ham olmos topolmaymanmi? Bu qanday rasvochilik bo'ldi? O, va nihoyat seni qidirib charchadim-ku. Endi esa eski taktikani qo'llash vaqti yetib keldi deb o'ylayman. Mana bu yerga Creeper va Creeper umid qilamanki olmos tushadi. O, bu safar ham bitta tushdi. Qanday bu? Bu ham ko'mir bitta tushdi, endi olmos bitta tushyapti. Menimcha hammasi uyushtirilgan va biz matritsadamiz. Umuman olganda ha, bu Steve uchun haqiqiy matritsa. Xo'sh, mayli, o'zi nima qilayotgandik? Mana bu sandiqqa kelib, men o'zimning olmoslarimni olmoqchi edim. Yaxshi, ularni ko'paytirib qo'yamiz, har ehtimolga qarshi tugab qolishmasin yana. Xo'sh, qanisan endi usta? Seni oldingga borishim kerak. Men hozir qanisan? Yaramas, buni yurishini qaranglar. Men seni butun dunyodan qidirib yuribman. Qani olmoslar yaxshilik kuchaytirar ekan. Xo'sh, bu safar menga kerak bo'lgan Excaliburni sotasanmi? Wow, nima bu? Sal ko'proq jon oladigan qilichga umid qilgandim. Umuman olganda hali taslim bo'lishga juda ham erta, sababi menda olmos ham, zumrad ham juda ham ko'p. O'zi bu qishloqda nega bunchalar terichilar ko'p? Men allaqachon 9 ta blogini sindirdim. Nima kerak bitta qishloqqa shuncha? Mana endi 12 ta bo'ldi. 12 ta terichi maniaklar qishlog'iga o'xshaydi, surish kerak. Seni esa kuchaytirish umid qilamanki, yaxshiroq qilich sotasan sen. Yo'qsa joningni sug'urib olaman. Xo'sh, qani ko'rsatchi menga super puper olmos qilichni. Nima bu boyaga yaxshiroq edi. Hammayli olganim bo'lsin. Bo'ldi, bu qishloqda boshqa bir soniya ham turishni xohlamayman. Shuning uchun hozirroq bu yerga ashqal dushqanlarni, keraksiz, foydasiz buyumlarni solamiz. Ha, juda ham foydasiz buyumlar bular hammasi. Juda ham foydasiz. Qayerda qoldi meni fil sig'adigan portalim? Hozirroq unga kirishning vaqti yetib keldi. Voy la'nati, kreativda axir portallar momentlarda ishlab ketadi-ku. Yoki lahzalarda. Ha, lahzalarda desak to'g'riroq bo'ladi. Xo'sh, endi nima qilishimiz kerak? Albatta qizil qili topishimiz kerak va u qayerda? Menimcha buni topish muammo bo'lmaydi. Yoki muammo bo'larmikin? Lekin oxirgi paytlarda qizil qalab topish bilan negadir doim omadim kelyapti. To'g'rimi? Gaz yuribsanmi? Bola chaqa yaxshimi? Xo'sh, menga qizil qalam topishda balki yordam berarsan. Qayerda borligini aytib o'rsang, bo'lardi. Wow, topildi. Sandiqda nima bor? O, oltin. Buni olsa bilsa kerak. Mayli olib olaman. Balki kerak bo'lar, balki kerak bo'lmas. Ham mayli, spamnerni topish kerak. Mana spamner. Endi bularni qilish bilan o'ldirishim mumkin, lekin menga buda ham yaxshi g'oya keldi. Agar bularni mana bunday ko'pgina paydo qilib tashlab, o'rtasiga Creeperni qo'yib va uni aktivlashtirsak-chi, to'g'riroq yoqsak, shunda menga olovli tayoqcha tushadimi? Negadir o'xshamadi. Qiziq, o'zi buning iloji bormikin? Hammayli yana bir bor tekshirib ko'ramiz va shundan keyin hammasini bilib olamiz. Xo'sh, hech bo'lmasa qaraqadir daraja bo'lsa ham tushsin. Yo'q, hech narsa. Xo'sh, bu ishdan biri chiqadiganga o'xshamayapti. Balki mana bu Creeperni yoqqandan keyin men bularni biriktirish kerakdir. O'xshadi, daraja tushdi, hech bo'lmaganda maxluq ovchisi unvonini ham berishdi. Demak, Creeper portlatishdan oldin men bularni urgan bo'lishim kerak. Tushunarli. Endi Creeperni portlatamiz va menga olovli tayoqcha tushishi kerak. Ajoyib, men dahoman. Men o'zi ham juda yovuz dahoman. Qayerga tushib ketdim? Olovli tayoqchani hal qildik. Endi bularni ko'paytirish muammo bo'lmaydi. Ikkinchi narsani hal qilish kerak. Endi marvaritlar ko'k buyomda ekanmiz. Bu muammo bo'lmaydi. Qaranglar, men nimani kashf etdim. Kreativ rejimi uchun maxsus narsalarni sandiqqa solamiz va endi sichqonchaning o'rtasini bosayotganda Ctrl tugmasini ham bosib qo'yamiz va sandiqning ichidagi narsalar ham saqlanadi. Juda foydali, kreativ rejimidagina ishlaydigan ajoyib ryukzak.
Xo'sh, endi endermenlarni paydo qilib tashlaymiz va eski taktikani qo'llaymiz. Faqat men creeperning tuxumini qayergadir yo'q qilibman. Shuning uchun yotoq ishlatamiz. Menimcha bu ham bo'laveradi. Qani 1 2 3. O, endermenlar tushdimi? Tushdi. Hattoki yonib ham ketmadi. Omad. Endi buni ryukzak 3900 ga solamizda, yo'limizni davom ettiramiz. Hattoki solish ham shart emas. Hammaylar giper mega duper lanata gapirishni unutyapman chog'i. Hammaylar giper mega duper portalni qurishni boshladik. Xo'sh, ajdar bizni kutib qolmading degan umiddaman. Sababi men ketdim. Enderman vartor olovli tayoqcha bo'l. Endi shunchaki nima qilishimiz kerak? Albatta kompasni yasashimiz kerak, lanata yasashimiz kerak. Axir bizga verstak kerak. Haligacha verstak topganim yo'q. O'zi birinchi navbatda axir verstak yasamoqchi edim-ku. Endi qayerda topaman? O, mana bu yerda qishloq bor ekan. Qiziq, bu qishloqda verstak bo'ladimi? O'zi qishloqlarda verstak bo'ladimi? Biladiganlar yozib qoldirsin. Menimcha esa qishloqlarda hech qanaqa verstak bo'lmaydi. Sandiqda esa foydali narsa bo'lmaydi. To'xtang, qor foydali bo'lishi mumkin. Ha, bu qor menga aniq asqotadi. Yaqin kelajakda albatta asqotadi. Faqat verstak topsam. Men aniq bilamanki, verstakda avanpostda topish mumkin, lekin avanpostni o'zini topish muammo bo'ladi-da. Sizlar uchun 1 daqiqa, men uchun cheksizlik o'tadi. Qiziq, yalmog'izlarning uyda verstak bo'ladimi? Men bilmadim. Menimcha bo'lmasa kerak. Hammaylar har ehtimolga qarshi tekshirib ko'rgan arziydi. Qani verstak? Qachondan beri yalmog'izlarning uyda verstak bor hammaylar. Bu muhim emas. Muhimi biz hozirning o'zida kerakli narsalarni yasashimiz mumkinligida. Va nihoyat yasashim mumkin. Bo'ldi, tayyor. Senga esa yalmog'iz juda katta rahmat. Sen bo'lmasang o'lib ketardim. Xo'sh, ajdarga olib boradigan portal qidiruviga olg'a. Qayerga uchyapsizlar? Mana shu yerga bo'ldi, uchdik. Bugun men bu ko'zlarda bemalol tejamasdan ishlatishim mumkin. Bunisi aniq. Mana bunga bir baho bering. Va nihoyat degan bo'lardim-ku, lekin uchayotganimga 2 daqiqa ham bo'lmadi. Portal qayerlarda qolding? Endi iloji boricha tezroq portal xonani topish kerak. Qayerdasan portal? Menga kerak portal. Yo'q, kerak emas, portal kerak. Eshitmayapsizlarmi? Ko'ngillarim aynib ketdi. Bu xonani topguncha qayerlarga berkinib olgandek yaramas. Xo'sh, mayli, endi portalni to'ldirish vaqti yetib keldi. Mana bunday bo'ldi. Endi sakraymiz. Tarixda qoladigan eng afsonaviy jang boshlanyapti. Mana qor menga nima kerak edi? Mana bu kristallarni sindirish uchun. Vahaha, qorli bo'ronga chiday olmay hamma parchalan kristallar. Qiziq, mana bunisini ham portlatsa bo'larmikin? Ha, bo'ladi. Mana shu oxirgi kristal edi ajda. Xo'sh, mening takrorlanmas qilichim oldida hammaylar takrorlanmas emas, lekin ajoyib qilichim ostida o'lishga tayyormisan? Nega bunchalik ko'p joni ketdi? Nahotki qilichda bir zarbada shunchalik ko'p jonini oldim. Tushunarsiz, bu oddiy qilich edi-ku. Qandaysiga bunchalik ko'p jon olishi mumkin? Yoki men adashyapman, yoki bu rostdan ham Excalibur. Xo'sh, ajdar, menimcha seni 2 karra olmading kelmadi. Yo'q, endi ko'p jon olmayapti-ku. Hammaylar tushunarsiz, shunchaki yo'yib tashlaymiz. Balki boshiga solish kerakdir. Bu yaramasni boshiga solish kerak. Boshiga solsa joni zo'r ketadi. Mana buni tushunaman, qulaylik. Ajdar, mana shunday uchishda davom et, tez orada tamom bo'lasan. Xo'sh, oxirgi zarbalar qani? 1 2 3 ozgina joni qoldi, kelinglar. Mayli, buni juda ham epik amalga oshirishimiz kerak. Mana portladi, ajdar parchalandi. Biz ajdarni parchaladik. Kreativda mana senga Elon Musk. Xo'sh, umid qilamanki video sizlarga ham yoqdi. Agar shunday bo'lsa, hozirroq kanalga obuna bo'ling. Milliontagacha oz qoldi va yana albatta videoga like bosing. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. To'xtanglar, oldin ajdarning tuxumini olaylik. Ana endi bo'ldi. Endi aniq xayrlashaman. Xayr hammaga.